Salom, qadrli tomoshabinlar. Elektrsiz qolganingizda aloqa va internetsiz qolish qanday dahshatli tuyg'u ekanligini yaxshi bilasiz. To'g'rimi? Atrofda tinchlik hukmron, lekin siz dunyodan uzilib qolgandek his qilasiz. Ayniqsa, muhim ishlar kutib turganida, oila a'zolari bilan bog'lanish zarur bo'lganda yoki shunchaki yangiliklardan xabardor bo'lish istagi kuchli bo'lganda bu vaziyat juda og'ir kechadi. Bugungi videoda men sizga aytadigan ma'lumot har biringiz uchun ayniqsa qiyin vaziyatlarda hayotiy ahamiyatga ega. Chunki bu elektr ta'minoti mavjud bo'lmagan sharoitda ham bepul internet va uzluksiz aloqaga ega bo'lish imkoniyati haqida. Bu shunchaki imkoniyat emas, balki rasman tasdiqlangan, amalga oshirilishi mumkin bo'lgan yechimdir. Shuning uchun iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumotni ko'proq odam ko'rishi uchun yordam beradi. Muammoning mohiyati va hozirgi o'zgarishlar avvallari bizning internet va mobil aloqamiz deyarli to'liq an'anaviy elektr tarmoqlariga bog'liq edi. Oddiy bir elektr uzilishi hatto qisqa muddatli bo'lsa ham bizni tashqi dunyodan butunlay ajratib qo'yishga qodir edi. Uyimizda chiroqlar o'chsa, simsiz routerimiz ham o'chardi. Mobil telefonimiz zaryadi tugasa, uni quvvatlantirish uchun elektr toki kerak bo'lardi. Mobil aloqa stansiyalari ham elektr energiyasiga muhtoj edi. Bu degani qishloq joylarda yoki qishloq xo'jaligi hududlarida, ayniqsa tarmoqlarning barqarorligi past bo'lgan joylarda elektr uzilishlari uzoq muddatli aloqasizlikka olib kelardi. Shoshilinch vaziyatlarda yordam so'rash, yaqinlarimizdan xabar olish yoki oddiygina ish jarayonini davom ettirish imkonsiz bo'lib qolardi. Biz o'zimizni ojiz his qilardik. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Texnologiyalar shunchalik rivojlandiki, endi biz elektr ta'minotiga mutlaqo bog'liq bo'lmasdan turib ham internetga kirish va aloqani saqlab qolish imkoniyatiga egamiz. Bu shunchaki kelajak haqidagi xayollar emas, balki bugungi kunda allaqachon mavjud bo'lgan va ko'plab joylarda muvaffaqiyatli ishlatilayotgan yechimlar haqida gapiraman. Hukumatlar va xususiy kompaniyalar tomonidan bu yo'nalishda katta investitsiyalar kiritilmoqda va maxsus dasturlar amalga oshirilmoqda. Bu shuni anglatadiki, hozirda mavjud bo'lgan texnologiyalar tufayli sizning uyingizda elektr tokining bor yo'qligidan qat'i nazar siz barqaror aloqaga ega bo'lishingiz mumkin. Bu nafaqat shaxsiy qulaylik, balki favqulodda vaziyatlarda hayotni saqlab qolish va iqtisodiy faoliyatni davom ettirish uchun ham juda muhimdir. Bepul internet va aloqa deganimda men ushbu texnologiyalarning dastlabki o'rnatish xarajatlari qoplanishi yoki eng kam darajada bo'lishi, shuningdek ishlatish jarayonida energiya uchun to'lov qilinmasligi nazarda tutyapman. Bu bizning qaramligimizni kamaytiradi va bizga katta erkinlik beradi. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil. Xo'sh, bu elektrsiz bepul internet va aloqa aslida nima degani? Bu shunchaki tarmoqqa ulanish uchun doimiy elektr manbasiga bog'liq bo'lmagan tizimlarni yaratish va ulardan foydalanishdir. Bu yerda bepul so'zi asosan ushbu tizimlarning energiya iste'molini minimallashtirish yoki qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan, masalan, quyosh energiyasi foydalanish orqali an'anaviy elektr energiyasiga bo'lgan bog'liqlikdan ozod bo'lishni anglatadi. Dastlabki o'rnatish xarajatlari ba'zi holatlarda hukumat dasturlari yoki xalqaro loyihalar tomonidan qoplanishi mumkin. Bu esa uni iste'molchi uchun bepul qiladi. Ushbu texnologiyalar kimga kerak va kimga unchalik ham emas, keling batafsil ko'rib chiqamiz. Kimlar uchun bu ma'lumot muhim? 1. Qishloq va olis hududlarda yashovchilar. Agar siz shahar markazidan uzoqda, elektr ta'minoti barqaror bo'lmagan hududda yashasangiz, bu texnologiyalar siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Keling, bir misol keltiraylik. Farg'ona viloyatining So'x tumanidagi olis qishloqlardan birida yashovchi fermer O'tkir aka dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Uning mahsulotlarini bozorda sotish uchun internet orqali buyurtmalar olish va narxlarni kuzatib borish juda muhim. Avvallari qishloqda haftasiga 2-3 marta har bir 4-6 soatgacha davom etadigan elektr uzilishlari sababli O'tkir aka onlayn buyurtmalarni o'z vaqtida ko'ra olmas edi. Ba'zan bu unga kuniga 500 ming so'mga yaqin daromadni yo'qotishiga olib kelardi. U ertalabdan kechgacha bozorda turishga majbur bo'lardi. Bu esa vaqt va kuchini behuda sarflash edi. Hozirda esa u quyosh paneli orqali quvvatlanadigan ixcham sun'iy yo'ldosh internet terminalini, masalan, Starlink mini o'rnatdi. Bu tizim juda kam energiya iste'mol qiladi va quyosh paneli kun davomida uni to'liq quvvat bilan ta'minlaydi. Natijada elektr uzilishlaridan qat'i nazar O'tkir aka doimiy ravishda internetga ulangan,
endi u bemalol onlayn savdo platformalari orqali buyurtmalar qabul qiladi. Hatto qishloqqa yetkazib berish xizmatini ham yo'lga qo'ydi. Uning yo'l o'tishlari deyarli nolga tushdi. Daromadi esa oyga 2 barimga oshdi. Bu juda katta o'zgarish. 2. Kichik biznes egalari va tadbirkorlar internetga bog'liq bo'lgan har qanday biznes internet elektr uzilishlaridan katta zarar ko'radi. Masalan, tuman markazida kichik bir kofe do'koni ochgan Lola opa, uning do'konida to'lov terminallari Wi-Fi xizmati va mijozlar bilan aloqa internet orqali amalga oshiriladi. Elektr o'chganida u nafaqat o'z faoliyatini to'xtatardi, balki mijozlarni ham yo'qotardi. Har bir soatlik elektr uzilishi unga o'rtacha 1000-50 ming so'm yo'qotishga olib kelardi. O maxsus ishlab chiqilgan batareyali, juda kam energiya sarf qiladigan 4G 5G routerga ulangan kichik quyosh energiyasi tizimini o'rnatdi. Bu tizim Lola opaning do'koniga 8-10 soatgacha avtonom ishlash imkonini beradi. Endi u elektr uzilishlarida ham mijozlarga Wi-Fi taklif qila oladi va terminallar orqali to'lovlarni qabul qiladi. Uning biznesi barqarorlashdi va mijozlar soni ham oshdi. Elektr uzilishlari uning uchun endi muammo emas. Favqulodda xizmatlar va sog'liqni saqlash muassasalari, tez tibbiy yordam punktlari, kichik poliklinikalar uchun doimiy aloqa hayotiy ahamiyatga ega. Toshkent viloyatidagi qishloq poliklinikasining mudiri Davlat aka bemorlarning elektron kartalariga kirish, tahlil natijalarini olish va shahardagi mutaxassislar bilan maslahatlashish uchun internetga muhtoj. Elektr uzilishlari paytida bu imkonsiz bo'lib qolardi. Bu esa bemorlarga xizmat ko'rsatishda katta kechikishlarga sabab bo'lardi. 1 soatlik uzilish 10 nafar bemorga xizmat ko'rsatishni kechiktirardi. Ba'zida esa hayotiy muhim ma'lumotlarga tezkor kirishga to'sqinlik qilardi. Davlat aka poliklinikasiga shunday mustaqil energiya tizimi o'rnatildi. 200 wattlik quyosh paneli, 1000 watt litium ion batareya va kuchli 4G modem. Bu tizim poliklinikaga elektrisiz 2 soatdan ko'proq ishlash imkonini beradi. Endi tibbiyot xodimlari elektr uzilishlariga qaramay, bemorlarga uzluksiz xizmat ko'rsatmoqdalar. 4. Uy sharoitida o'qiyotgan talabalar va masofaviy ishchilar. Talabalar uchun onlayn darslar topshiriqlarini o'z vaqtida bajarish muhim. Masalan, Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan bo'lgan Dilfuza ismli talaba onlayn ta'lim oladi. Uning yashash joyida elektr ta'minoti qish oylarida tez-tez uzilib turadi. Oldin u har safar elektr o'chganda shahardagi kafega borishga majbur bo'lardi. Bu esa unga kuniga 20 ming so'm xarajat va 2-3 soat yo'l vaqti keltirardi. Hozir u portativ quvvat bank va kam quvvat iste'mol qiladigan kichik Wi-Fi routerdan foydalanadi. Bu unga 6-8 soat davomida internetda bo'lishga imkon beradi. Endi u o'z uyida, qulay sharoitda elektr uzilishlariga qaramay darslarini bemalol davom ettira oladi. Bu uning o'qish sifatini sezilarli darajada oshirdi va ortiqcha xarajatlardan xalos qildi. Kimlarga bu unchalik muhim emas, lekin foydali bo'lishi mumkin. 1. Barqaror elektr ta'minotiga ega yirik shaharlarda yashovchilar. Agar siz Toshkent markazida yashasangiz va uyingizda elektr uzilishlari juda kam uchrasa, yiliga bir necha marta, qisqa muddatli, u holda bunday keng ko'lamli tizimga sarmoya kiritish shart emas. Ammo hatto bunday holatda ham kichikroq zaxira tizimlari, masalan, kuchli power bank va mobil router favqulodda vaziyatlarda aloqani saqlash uchun foydali bo'lishi mumkin. 2 muhim axborot tarmoqlari bilan ishlamaydigan odamlar, agar sizning ishingiz yoki kundalik hayotingiz internetga bog'liq bo'lmasa, u holda bunday investitsiya siz uchun ustuvor bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir favqulodda aloqa uchun mobil telefoningizni zaryadlash imkoniyatini ta'minlashni o'ylab ko'rish zarar qilmaydi. Asosiy qism 2. Istisnolar, qaltijiyatlar va noaniq nuanslar bepul internet va aloqa tushunchasiga chuqurroq kirishimiz kerak. Bu yerda ba'zi muhim istisnolar va tushunarsiz jihatlar mavjud bo'lib, ularni bilish sizga to'g'ri qaror qabul qilishda yordam beradi. 1. Bepul tushunchasi nisbiy. Yuqorida aytib o'tganimdek, bepul degani odatda energiya uchun to'lov qilinmasligini yoki dastlabki qurilma xarajatlarining ma'lum bir qismi loyihalar tomonidan qoplanishini anglatadi. Ammo bu texnologiyalarning o'ziga xos xarajatlari bor. Misol uchun sun'iy yo'ldosh interneti Starlink kabi uchun abonent to'lovi mavjud. Oyga o'rtacha 45-6 AQSh dollari miqdorida. Shuningdek, boshlang'ich qurilma narxi 500-6 AQSh dollari atrofida bo'lishi mumkin. Quyosh paneli va batareya to'plamlari ham dastlabki investitsiyani talab qiladi. Masalan, kichik uy tizimi
Bizwar panel, 500 watt batareya, 4G router uchun 300-500 AQSh dollari kerak bo'lishi mumkin. Hukumat dasturlari yoki xalqaro grantlar ba'zi hollarda bu xarajatlarni qoplashi mumkin, lekin doim ham emas. Shuning uchun bu texnologiyalar elektron bepul va ba'zi hollarda investitsiyadan bepul bo'lishi mumkin, lekin doim ham to'liq bepul emas. 2. Texnologik cheklovlar va muammolar. Sun'iy yo'ldosh interneti. U mahalliy elektrga bog'liq emas, lekin osmonning aniq ko'rinishini talab qiladi. Binolar, daraxtlar yoki tog'lar signalni to'sib qo'yishi mumkin. Ob-havo sharoiti qattiq yomg'ir, qor signal sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, qattiq qor yog'gan paytda parabolik antenna yuzasi qordan tozalanmasa, internet tezligi sezilarli darajada pasayadi yoki umuman yo'qoladi. Uyali aloqa modemlari, 4G, 5G routerlar, ular zaxira batareyalar orqali ma'lum muddat ishlay oladi. Ammo ular ulanadigan mobil aloqa stansiyalari, bazaviy stansiyalar elektr tokiga muhtoj. Ko'pgina bazaviy stansiyalar generatorlar yoki batareyalar bilan jihozlangan bo'lsa-da, ularning zaxira quvvati cheklangan, odatda 4-8 soat. Agar elektr uzilishi uzoqroq davom etsa, bazaviy stansiya ham o'chib qolishi va sizning qurilmangiz ham foydasiz bo'lib qolishi mumkin. LoRaWAN va boshqa mesh tarmoqlar. Bu texnologiyalar juda kam energiya sarflaydi va uzoq masofalarga ma'lumot uzatish imkoniyatiga ega. Ba'zi qishloqlarda jamoaviy ravishda o'rnatilgan LoRaWAN tarmoqlari mavjud bo'lib, ular kichik quyosh panellari orqali quvvatlanadi, lekin ular yuqori tezlikdagi internetni ta'minlay olmaydi. Asosan kichik ma'lumotlar, masalan SMS kabi xabarlar yoki sensor ma'lumotlari uchun mo'ljallangan. O'tish. Yuridik va me'yoriy cheklovlar. Ba'zi mamlakatlarda yoki hududlarda sun'iy yo'ldosh antennalarini o'rnatish uchun maxsus ruxsatnomalar talab qilinishi mumkin. Shuningdek, radio chastotalardan foydalanish uchun ham qonunchilik bilan belgilangan tartib-qoidalar mavjud. O'zbekistonda Starlink kabi xizmatlar hali rasman to'liq litsenziyalanmagan bo'lsa-da, sinov loyihalari amalga oshirilmoqda. Bu xizmatlardan foydalanishdan oldin mahalliy qonunchilikni o'rganish juda muhim. Masalan, ba'zi shaharlarda binolarning fasadlariga katta antennalar o'rnatish taqiqlangan bo'lishi mumkin. 4. O'rnatish murakkabligi. Sun'iy yo'ldosh antennalarini aniq yo'naltirish maxsus bilimlarni talab qiladi. Noto'g'ri o'rnatish signal sifatining yomonlashuviga olib kelishi mumkin. Quyosh panellari ham optimal samaradorlik uchun quyosh nuriga to'g'ri burchak ostida joylashtirilishi kerak. Ba'zi tizimlar professional montajchilarning yordamini talab qiladi. Bu esa qo'shimcha xarajatlarga olib kelishi mumkin. 5. Xizmat ko'rsatish va texnik xizmat. Batareyalar vaqti o'tishi bilan eskiradi va ularni almashtirish kerak bo'ladi. Odatda har 3-5 yilda. Quyosh panellari changdan tozalab turilishi, kabel ulanishlari tekshirilishi kerak. Ushbu texnik xizmatni e'tiborsiz qoldirish tizim samaradorligida pasaytirishi mumkin. Shuningdek, qurilmalarning dasturiy ta'minotini muntazam yangilab turish ham muhimdir. Misol uchun, Starlink qurilmasi muntazam yangilanib turishi kerak. Aks holda uning ishlashida uzilishlar bo'lishi mumkin. 6. Masshtablanish. Kichik uy yoki ofis uchun mo'ljallangan tizim butun bir qishloqni yoki katta korxonani ta'minlay olmaydi. Kattaroq ehtiyojlar uchun yanada murakkab va qimmatroq tizimlar talab qilinadi. Ular bir nechta quyosh panellari, katta hajmdagi batareyalar va keng qamrovli Wi-Fi tarmoqlarini o'z ichiga olishi mumkin. Barcha bu jihatlarni hisobga olgan holda, elektrsiz bepul internet va aloqa g'oyasi haqiqiy bo'lsa-da, u o'ziga xos murakkabliklar va nuanslarga ega ekanligini tushunish muhimdir. Har bir holatda individual yondashuv va ehtiyojlarni sinchkovlik bilan baholash talab etiladi. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Endi esa bu texnologiyalardan samarali foydalanish uchun qanday amaliy qadamlar qo'yish kerakligi haqida gaplashamiz. Ehtiyojlaringizni aniqlang. Birinchi va eng muhim qadam bu sizning shaxsiy yoki biznes ehtiyojlaringizni aniq belgilashdir. Elektr uzilishlari qanchalik tez-tez sodir bo'ladi? Kuniga, haftasiga yoki oyga necha marta? Ular qancha davom etadi? Bir necha soatmi, yarim kungami yoki bir necha kungami? Sizga qanday aloqa turi kerak? Yuqori tezlikdagi internet, video qo'ng'iroqlar, onlayn darslar uchun faqat xabar almashish, SMS, Telegram yoki oddiy telefon aloqasi, qo'ng'iroqlar yetarlimi? Qancha qurilmani quvvatlantirishingiz kerak? Bitta smartfonmi, bir nechta telefon va notebookmi yoki butun bir ofis jihozlarimi? Misol, agar sizning qishlog'ingizda elektr uzilishlari haftasiga 2 marta, har biri 3-4 soatdan sodir bo'lsa va sizga faqat onlayn darslar uchun internet kerak bo'lsa,
ixcham portativ quyosh paneli va 4G router kifoya qilishi mumkin. Agar siz fermer bo'lsangiz va uzoq muddatli elektr uzilishlarida ham onlayn savdo qilishingiz kerak bo'lsa, sun'iy yo'ldosh interneti va kattaroq batareya tizimi afzalroq bo'ladi. 2. Mavjud texnologiyalarni tadqiq qiling. Ehtiyojlaringizga mos keladigan yechimlarni o'rganing. Quyosh energiyasi bilan ishlaydigan sun'iy yo'ldosh internet terminallari. Masalan, Starlink agar hududingizda mavjud bo'lsa, ular yuqori tezlikdagi internetni ta'minlaydi va elektr tarmog'idan mustaqil ishlaydi. Batareyali zaxira quvvat manbalari bilan jihozlangan 400 gigabit routerlar va modemlar, ular mahalliy mobil aloqa operatorlarining tarmog'iga bog'liq, lekin qurilmaning o'zi batareya orqali ma'lum muddat ishlay oladi. Ba'zi routerlar 2 batareyaga ega bo'ladi. 4-6 soatlik, boshqalar esa katta hajmli power banklarga ulanishi mumkin. Portativ quyosh panellari va quvvat banklari, telefonlar, planshetlar va kichik routerlarni quvvatlantirish uchun ideal. Masalan, 100 watt portativ quyosh paneli va eshbaho quvvat banki telefoningizni ertalabdan kechgacha bemalol quvvatlantirishi mumkin va kichik router uchun ham yetarli bo'ladi. Mesh Wi-Fi tizimlari kam tarqalgan bo'lsa-da, ba'zi qishloq jamoalar uchun LoRaWAN asosidagi kam quvvatli tarmoqlar kichik ma'lumotlar almashinuvi uchun samarali bo'lishi mumkin. Mahalliy qonunchilik va cheklovlarni tekshiring. Sun'iy yo'ldosh antennalarini o'rnatish, radio chastotalardan foydalanish uchun maxsus ruxsatnomalar talab qilinishi mumkin. O'zbekistonda bu soha hali to'liq tartibga solinmagan bo'lsa-da, kelajakda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shu sababli mahalliy hokimiyat organlari yoki aloqa sohasi bo'yicha mas'ul tashkilotlar bilan bog'lanib, aniqlik kiritish lozim. Ayni paytda kichik quyosh panellari va mobil routerlar uchun odatda hech qanday ruxsatnoma talab qilinmaydi. Byudjetingizni rejalashtiring. Yuqorida aytib o'tilgandek, dastlabki investitsiya talab qilinadi. Qurilmaning o'zini xarid qilish narxi masalan, Starlink uchun 500-600 vosita sifatli 4G router va batareya to'plami uchun 1300 vosita. Oylik abonent to'lovlari sun'iy yo'ldosh interneti uchun 5-6 vosita, mobil internet paketi uchun sizning tarifingizga qarab. O'rnatish xarajatlari agar professional yordam kerak bo'lsa. Texnik xizmat ko'rsatish va batareya almashtirish xarajatlari kelajakda. Eng arzon variantlardan biri 20 watt portativ quyosh paneli 7 vosita va 20 000 mAh quvvat banki 7 vosita. Shuningdek, SIM karta o'rnatish mumkin bo'lgan kichik mobil Wi-Fi router 7 vosita bo'lishi mumkin. Bu to'plam 1,7 vosita atrofida bo'lib, mobil qurilmalarni va kichik routerni bir necha soat davomida quvvatlantirishi mumkin. 5. Qurilmalarni qayerdan sotib olasiz? Rasmiy dilerlar va vakolatli savdo nuqtalari, katta elektronika do'konlari, mobil aloqa operatorlarining ofislari. Bu yerda siz sifatli mahsulot, kafolat va sotishdan keyingi xizmatni olasiz. Onlayn do'konlar, Amazon, eBay, AliExpress kabi xalqaro platformalar yoki mahalliy onlayn do'konlar orqali ham buyurtma berishingiz mumkin. Ammo sotuvchining ishonchliligini va mahsulot sertifikatlarini tekshirish muhim. Kafolat va sertifikatlarni talab qiling. Bu sizni nuqsonli mahsulotlardan himoya qiladi. 6. O'rnatish va sozlash. Oddiy tizimlar, kichik quyosh paneli, power bank, mobil router uchun o'rnatish juda oson va uni o'zingiz bajarishingiz mumkin. Ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing. Murakkabroq tizimlar, masalan, Starlink antennasi yoki katta uy quyosh energiyasi tizimi uchun professional o'rnatish xizmatlaridan foydalangan ma'qul. Bu samaradorlikni oshiradi va xavfsizlikni ta'minlaydi. Misol uchun, Starlink antennasi baland joyga hech narsa to'sib turmaydigan tarzda o'rnatilishi va aniq osmonga yo'naltirilishi kerak. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Odatda yuqorida aytib o'tilgan oddiy tizimlar, portativ quyosh paneli, power bank, mobil router uchun hech qanday maxsus hujjat talab qilinmaydi. Faqatgina qurilmalarni sotib olishda shaxsiy guvohnoma, pasport va sotib olish cheki kifoya. Ammo agar siz juda katta va murakkab tizimlarni, masalan, bir necha kilovatt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi yoki maxsus radio aloqa stansiyasi o'rnatmoqchi bo'lsangiz, mahalliy hokimiyatdan yoki aloqa vazirligidan ruxsatnoma talab qilinishi mumkin. Bu asosan qurilish normalariga rioya qilish va chastotalardan to'g'ri foydalanish bilan bog'liq. Kichik quyosh panellari qurilmalar uchun tashvishlanishga hojat yo'q. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, bugun biz siz bilan
elektr energiyasiga bog'liq bo'lmagan holda internet va aloqaga ega bo'lishning amaliy yechimlari haqida atroflicha suhbatlashdik. Ko'rib turganingizdek, bu nafaqat orzu, balki bugungi kunda juda ko'p insonlar uchun real imkoniyatdir. Bu texnologiyalar bizga nafaqat qulaylik, balki favqulodda vaziyatlarda xavfsizlik va barqarorlikni ham ta'minlaydi. Endi siz elektrsiz qolganingizda ham dunyodan uzilib qolmaysiz. Muhim ishlaringiz to'xtab qolmaydi va yaqinlaringiz bilan aloqani saqlab qola olasiz. Umid qilamanki, ushbu batafsil ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz va tajribangiz biz uchun juda muhim. Ushbu video haqidagi mulohazalaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz kelajakda ham shunga o'xshash qimmatli ma'lumotlar bilan bo'lishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va doimo aloqada bo'ling.